Bu shunchaki kon emas, bu matonat maktabi. Bu yurt ravnaqi uchun tunu kun urayotgan yuraklar maskani. Navoiy kon metallurgiya kombinati tizimida Muruntov koni yurtimiz taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan ulkan sanoat maydoni. Bu yerda yer qa'ri bilan inson irodasi yuzma-yuz keladi. Muruntov koni bu nafaqat yer osti boyliklari, balki inson irodasining sinov maydoni. Har bir jarayon qat'iyat va aniqlik bilan boshqariladi. Har bir qaror jamiyatning natijasi va xavfsizligini belgilaydi. Ana shu murakkab va mas'uliyatli tizimning ortida ko'rinmaydigan bir kuch bor. Bu ayol kuchi. Buning ortidan qanchadan qancha mashaqqat bilan faoliyat yuritib kelayotgan har bir ayol, xizmat ko'rsatuvchi xodimdan tortib, mutaxassis, muhandis va rahbarga qadar ular nafaqat vazifasini bajarib keladigan jamoaga ruh bag'ishlay oladigan hamda sabri va sadoqati, bilim ko'nikmalari ishlab chiqarishning tinchini ta'minlaydi. Yosh va tajribali ayol qizlarning sa'y-harakatlari, qilgan mehnatlari Muruntovning bardavomligini va yorqinligini yanada mustahkamlaydi. Aziz va qadrli ayollar, sizlar Muruntovning yuragi, Muruntovning faxri, Muruntovning nurli ayollari. Bugun biz sizga chuqur hurmat va jozibadorlikni, ulug'vor marralarni birgalikda zabt etishda ishonch, shiddat, sabr yo'ldoshingiz bo'lsin. Xalqaro xotin-qizlar kuningiz muborak bo'lsin.